Bir minut shoshmay tursanglar, men sizlarga hozir Cobalt Nexia 1, Nexia 2 avtomashinalarga tushadigan mana shu rezinkalarning narxlari bilan tanishtiraman. Qaranglar, bu komplekti 25 ming so'm. Bundan keyingisi komplekti bu sal novcharoq bo'ladi, 30 ming so'm. Bu ham o'sha Cobalt avtomashinasini metan o'rnatgandan keyin ko'targani ishlaydi. Eng novchasi, undan ham kattasi 35 ming so'm rezinkamiz bo'ladi. Bir jufti, ya'ni ikkitasi. Ana uni temirligi ham bor. Cobalt avtomashinasiga xohlovchilar uchun mana bunaqangi alyumin quyma bo'ladi. Bunimiz ham 35 ming so'm. Mabodo Gentra avtomobil sotib olib, unga metan o'rnatsanglar, mana qangi ikki xil ko'tarish imkoniyati bor. Ya'ni bu sal pastrog'i boltgaykasi bilan birga mana shu komplekt 30 ming so'm, oltita boltgaykasi bilan. Bunimiz esa undan ko'ra novcharoq bo'ladi. Gentra avtomashinasiga, Lacetti avtomashinasiga metanni qo'yib, 4 ta odam yuklab Toshkentga qatnaydiganlar uchun bunisi 35 ming so'm. Mana shu komplektimiz, dastavkamiz bor butun O'zbekiston bo'yicha.